Assalomu alaykum vatandoshlar. Bugun 2025-yil 15-iyun sanasi. Erta bahordan avatar ko'chatini shu yerga olib kelib o'rnatganmiz. Natijasini ko'rib turibsiz mana. Endi bo'lsa sizga aprel oylarining boshlarida xirmon uzumiga avatar uzumining ko'k novdasini mana shu yerdan ulaganmiz, ko'kka payvand qilib. Buning natijasini ko'ring endi. Beskalarining o'zi 1 metrdan o'tib ketgan. Qarang, o'suvchanligi juda ham zo'r. Beskalari 1 metrdan o'tib ketgan, hali shoxalab ketgan. O'zingiz bu videoni ko'p xulosa chiqarishingiz mumkin. Ko'chatidan ekkan afzalmi yoki payvand qilgan afzalmi? Yaxshi salomat bo'ling. Kommentariyga o'z fikringizni yozib qoling, bizga like bosing, obuna bo'ling.